Assalomu alaykum. Mana yana bitta dush kabinamiz o'rnadi. Xitoyniki. Tagi seri qora. Tomi ham seri buni. Mana. Oldi palasali. Ichiga ko'rinavermaydi. Lekin bular hammasi spalniga o'rnaganligi uchun ichi ko'rinadi, iloji yo'q. Razmeri 1/1. Ishlatsa bo'laveradigan. Mayda ayollar o'tirib olib, bemalol bolalarini cho'miltirsa bo'laveradi. O'tirib tahorat qilsangiz bo'ladi. Tahorat jumragi bor. Qo'ldan sepadi, oynachi bor, banu nimasi bor. Sovun shampun qo'yadigan polkasi bor. Mana ikkita dimoxod tomdan sepadi, 3 ta sepadi. Xullas ishlatadigan narsangizni hammasi bor. Xo'p, orqasi mana bundoq bo'ladi. Qo'shib turing do'stlar. Xo'p, hamma narsasini xotirib beramiz. Bizning ishimiz mana shundoq. Santexnik ishini qila olmaymiz, chunki har bir kishini santexnik ishini qilgani vaqtimizga asosan kabinani butun qilib beramiz, u yog'ini santexnikda eplashadi. Xo'p, hamma dush kabina mashaga kelib tugaydi. Mashada ikkita rezba bo'sh qoladi. Mana bu ikkita shilankani sotib olamiz biz. 15 ming, 30 mingga sotib olinadi. Sotib olib qo'yiladi. Shunaqa. Xo'p. Joyini so'rashadi ko'pchilik. Mana joyini tayyorlab qo'yishgan ekan, buni bundoq qilamiz. Mana uni 75 lik turba qilib qo'yishdi. 50 lik turba yetib ortadi. Keyin mana bunday kanalizatsiyasini agar burchakka o'rnatiladigan bo'lsa, shu burchakdan 70 bilan 80, 70 chizib turib 80 ni chizasizlar. 70 bilan 80 mashida bo'lsin deylik. Mana mashi 70, managacha 80 bo'lsa, maydan bag'iga 20 bilan 15 bilan 25 o'rtasiga qo'yasizlar. Maydan bunday nima qilinadi? Managa tushadi o'shanda. O'shanda kanalizatsiya ham to'g'ri bo'ladi. Oldi tomondan fartugini mana fartug ochiladi. Mana bu fartugni bir torsa chiqadi. Bunday ochib turib, ko'rib, qarab qo'yilaveradi. Masalan, u burchakda bo'lsa, qo'lingiz yetish qiyin, keyin qarash ham qiyin bo'ladi. Oldingizda bo'ladigan bo'lsa, keyin olib qarash ham to'g'ri bo'ladi. Endi suvga keladigan bo'lsak, mana mashida ulaydigan joyi bo'lsa, mana burchakda bo'lgani ma'qul, mana burchakda. Bo'lmasa, maniroqda qo'ysa ham bo'laveradi. Iloji boricha suv yaqinroq bo'lgani yaxshi. Aristonni ham shunga qarab o'rnatilsa, suv ochganda bateriya kamroq bo'ladi. Shunaqa gaplar.